narsalarni tashiganman, rostini aytsam. Men e'tibor bermaganman va qaysidir vaqt o'tgandan keyin ishonasizmi? Oyog'im yana ishishni boshlagan. Menda orqaga qaytish bo'lgan. Ya'ni yana o'sha hissiyotlarim ustida ishlamaganman, vaqtni yana oxirigacha tuzalmagandim va yana o'sha jahl hissi yig'iladigan hisobiga oyog'im yana ishishni boshlagan, yana og'rishni boshlagan. Reumatoid artritchilar biladi bu kasallikning aynan simptomlari qanaqa bo'lishini. Va o'sha vaqtda aynan amin bo'lganman. Yana o'sha narsa bilan ishlashni boshlaganimda yana tuzalishga qarab ketganman, yana tuzalishni boshlaganman. Og'riqlar yana ketib, ishlar qaytib, yana sog'lom insonga aylanganman va o'shanda yanada amin bo'lganmanki, psixosomatika, bizani psixikamiz, bizani hayolimizda, kallamizda bo'layotgan narsalar, bizning hayotimizga bo'lgan munosabatimiz, umuman bizani qabul qilish filtrlarimiz bizni tanamizni boshqaradi, bizni organizmimizni boshqaradi. Shuning uchun ham e'tiborliroq bo'ling. Siz nimani his qilyapsiz? Qaysi his-tuyg'ularni ichingizga yutyapsiz? Umuman siz o'zingizga, aynan organizmingizga mas'uliyatni his qilishingiz kerak. Bu sizga berilgan eng aziz ne'mat va o'sha ne'matni asrab avaylash, uni o'rganish, undan to'g'ri foydalanish bu sizning mas'uliyatingiz hisoblanadi.